Biz bugun mashhur sahobalardan biri Anas ibn Malik haqida rivoyat qilamiz. Har qanday insonning qalbini tirnab yuboradigan bu muborak zot Payg'ambar alayhisalom bino etgan islomiy Dorul Fununning a'lochi talabalaridan edi. Anas ibn Malikning umri gullagan chog'ida onasi G'umayso unga shahodat kalimasini ta'lim berdi. So'ng uning qalbi islomning nabiysi, salovatlarning afzali va salomlarning eng ulug'i bo'lgan Nabiy sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishlik bilan to'ldi. Anas eshitishi bilanoq Payg'ambar alayhisalomni ehtiros bilan yaxshi ko'rib qoldi. U Rasulullohni ko'rmasdan eshitishligi bilan yaxshi ko'rib qolganiga hayratlanadigan joyi yo'q. Qanchadan qancha bolalar Makkadagi payg'ambarni borib ko'rishlikni yoki ulug' payg'ambarni Yasribga kelib, u kishi bilan ko'rishish baxtiga erishishni orzu qilishar edi. Ko'p vaqt o'tmasdan Payg'ambar alayhisalom va u kishining sohiblari Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu huzurbaxsh jonajon bo'lgan Yasribga yo'l olishdi. Bu xabarni eshitib, Madinadagi har bir uy va har bir qalb quvonchga to'ldi. Ularning ko'zlari va qalblari Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va u kishining sohiblarining muborak yo'llariga intilib turardi. Har kuni tong chog'ida 2 yosh yigit ularning kelishini kuzatib turishar edi. Bir mahal ulardan biri darhaqiqat Muhammad alayhissalom kelyaptilar dedi. Anas yosh bolalar bilan darhol o'sha tomonga shoshildi. Lekin biron bir kishini ko'rmasdan uyga boshini ekkan holda g'amgin bo'lib qaytdi. Bir kuni ertalab yoqimli tongdagi Yasribdagi kishilardan biri hayqira boshladi. Albatta Muhammad va uning do'sti Madinaga yaqinlashib qolishdi deyishlari bilan butun insonlar yaxshilik va hidoyatni ularga ko'tarib kelayotgan payg'ambarining muborak yo'llari tomon shoshilishdi. Ular jamoa bo'lib bir-birlaridan o'zib ketishga harakat qilishardi. Kichkina yosh qalblar xursandchilikdan toshib qichqirib yubordi. Olomon ichida bir-birini turtib, yosh bolalar u kishini ko'rishlikka oshiqishardi. O'sha yosh bolalar guruhining ichida yoshgina Anas ibn Malik al-Ansoriy degan inson ham bor edi. Payg'ambar alayhisalom va u kishining sohiblari ularga yuzlanib bolalar va kishilardan to'lib toshgan jamoaning orasiga kirishdi. Ayollar va yosh qizaloqlar uylarining tomiga chiqib olib uzoq payt Payg'ambar alayhisalomni kuzatib turishdi. Ularning qaysi birlari u kishi? O'sha kuni hammaning yodida qoladigan kun bo'ldi. Anas ibn Malik hatto bu voqeani 100 yoshiga yetguncha eslab yurdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina shahrida panoh topdilar. Anasning onasi Milonning qizi G'unaysa kichik o'g'li bilan keldi. Bola uning qo'llari orasida turar edi. U ayol bolasining boshini silab turib dedi: "Assalomu alayka ya Rasululloh." Ansorlardan bir kishi va har bir ayol sizga tuhfa keltirdi. Men sizga tuhfa qilishlikka o'g'limdan boshqa narsani topmadim. Uni oling va xohlagan xizmatingizni buyuring. Payg'ambar alayhisalom kichkinagina bolaga xursand bo'lib qaradilar. Muborak qo'llari bilan boshini silab, muborak barmoqlarini uchini uning sochiga tekkizdilar. So'ng uni o'zlarining ahllariga qo'shib qo'ydilar. Anas roziyallohu anhu Payg'ambar alayhisalomning xizmatlarida yurgan chog'ida 10 yasharlik bola bo'lib, uni kichkina Anas deb chaqirishar edi. U Payg'ambar alayhisalomning vafotlarigacha ularning tarbiyalarida, himoyalarida yashadi. Ushbu 10 yil ichida u Payg'ambar alayhisalomning yo'llaridan yurib, o'z nafsini pokladi. U kishining hadislarini yodlab olib, qalbiga joylar edi. U kishining holatlari, xabarlari, sir asrorlari va hamda maqtovli hislatlarini o'rganib oldi. Payg'ambar alayhisalomdagi ushbu narsalarni Anas ibn Malikdek hech kim bilmas edi. Anas ibn Malik hech bir bola erishmagan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning go'zal, hurmatli muomalalariga erishdi. Butun dunyo havas qiladigan ulug' xislat hamda sahih fazilatlarni tutdilar. Endi so'zni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahiyliklariga yo'liqqan va u kishining muomalalaridagi yorqin suratlarining ba'zisi haqida bilgan Anas ibn Malikka beramiz. Anas shunday deb hikoya qiladi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xulq jihatidan insonlarning eng yaxshisi, qalblari keng va eng shafqatli kishi edilar. Bir kuni Payg'ambar alayhisalom meni bir hojat uchun yubordilar. Men esa bozorda o'ynayotgan yosh bolalar bilan o'ynashlikni niyat qilib chiqdim va Payg'ambar alayhisalom menga buyurgan ishlarga bora olmay qoldim. Bolalar bilan o'ynab bo'lgach, orqamdagi kiyimimni ushlab turgan kishini sezib qoldim. Qarasam, u kishi Payg'ambar alayhisalom ekanlar. U kishi menga tabassum qilib dedilar: "Ey kichkina Anas, senga buyurgan joyimga bordingmi?" Men sarosimaga tushib qoldim. "Ha, albatta hozir boraman ya Rasululloh." Allohga qasamki, u kishiga 10 yil xizmat qilgan bo'lsam, qilgan ishimni nega bu ishni qilding yoki qila olmagan bo'lsam nimaga bu ishni qilmading demadilar.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni yaxshi ko'rib, kichkina Anas deb, boshqa paytlarda esa ey bolajonim deb chaqirar edilar. Payg'ambar alayhisalom unga aqlida jo bo'ladigan va qalbiga singadigan ma'ruzalar, nasihatlar qilar edilar. Unga aytgan so'zlardan biri quyidagicha: ey bolajonim, xoh kechasi bo'lsin, xoh kunduzi bo'lsin, qalbingda biron bir kishiga yolg'on bo'lmasin. Bas shunga amal qil. Ey bolajonim, ana shu mening yo'limdandir. Kimki mening sunnatimni tiriltirsa, haqiqatda meni yaxshi ko'rgan bo'ladi. Va kimki meni yaxshi ko'rsa, jannatda men bilan birga bo'ladi. Ey bolajonim, agar ahlingning oldiga kirsang salom bergin. Shunda senga va sening ahli baytingga baraka bo'ladi. Anas ibn Malik Payg'ambar alayhisalom vafotlaridan keyin ko'proq umr ko'rdilar, ya'ni 80 yil yashadilar. Ular umrlari davomida Payg'ambar alayhisalomdan o'rgangan bilimlarni qalbiga to'ldirdi va aqliga Rasulullohdan o'rgangan ilm asosida fiqh ilmini joyladi. Anas ibn Malik hurmatli Payg'ambar alayhisalomning muborak so'zlarini insonlarga bildirib, hamda Payg'ambar alayhisalomdan o'rgangan ilmlarini sahobalar va tobiinlarning orasida tarqatib qalblarini tiriltirdi. Anas ibn Malik qarib qolgan chog'larda ham musulmonlarning masalalarini hal qiladigan idoraga erta bilan borar edilar. Har sayin ularga bir narsaning hukmini tushunish qiyin bo'lib qolsa yoki bir ishni bilish chalkash bo'lib qolsa, Anas ibn Malikka suyanar edilar. Bir kuni dinda bahslashuvchilarning ba'zisi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qiyomat kunida Havz-i Kavsar oldida sobit turishligi to'g'risida gaplashib, bu haqda Anas ibn Malikdan so'radilar. Anas ibn Malik dedilar: sizlarga o'xshash Havz to'g'risida talashuvchilarni ko'rgunimcha yashamasam kerak deb o'ylardim. Darhaqiqat orqamda namoz o'qiyotgan kampirlarning biriga Nabiy sallallohu alayhi vasallamning Havz-i Kavsarlardan o'zini sug'ormoqligini so'rashga ruxsat berdim. Anas ibn Malik uzoq davom etgan umri davomida Payg'ambar alayhisalomning xotiralari bilan birga yashadilar. Anas roziyallohu anhu Payg'ambar alayhisalom bilan uchrashgan kunlarda qanchalik xursand bo'lgan ersalar, u kishidan ajralgan kunlarda esa ko'z yosh to'kib yig'laganlarini o'z so'zlarida ko'p marotaba qaytarar edilar. Anas roziyallohu anhu Payg'ambar alayhisalomning amallariga ergashishlikka tashna bo'lib, u kishi yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'rib, yomon ko'rgan narsalarni yomon ko'rar edilar. Anas 2 kunni ko'proq eslar edilar. Birinchisi Payg'ambar alayhisalom bilan uchrashgan kunlarni va ikkinchisi esa u zot bilan ajrashgan kunlarni. Birinchi kunni eslagan vaqtlarida xuddi xushbo'y hidni hidlagan odamdek baxtiyor bo'lib ketar edilar. Ikkinchi kunni eslagan vaqtlarda esa ko'zlariga yosh olar edilar. Ularning ko'pincha aytadigan so'zlari: bu ikkinchi kunga o'xshash kunni hali hech ham ko'rmadim. Payg'ambar alayhisalom Madinaga kirgan kunlarda hamma yoqqa nur taralgan edi. Robbilarining huzuriga yo'liqish arafasi kunida esa hamma narsalar zulmat ichida qolgandek edi. Ushbu kuni Payg'ambar alayhisalom hujralarining derazasi ochilgan vaqtda u kishining mushafning varog'iga o'xshash oppoq yuzlarini ko'rdim. O'sha kuni Abu Bakrning orqasida turgan insonlar ham o'z zotga qarab iztirob chekardilar. Abu Bakr ularga o'zlarini tutib turishliklarini ishora qildilar. So'ng o'sha kunning oxirida Rasul akram sallallohu alayhi vasallam vafot etdilar. Ko'pincha Rasululloh Anas ibn Malikni shunday duo qilar edilar: ey Allohim, Anasning moli va bola chaqasiga baraka ato etgin. Haqiqatan ham Alloh nabiysining duosini ijobat qildi. Anas ansorlarning ichida mol dunyosi ko'p va eng ko'p farzandli insonga aylandilar. Hattoki 100 ta farzand va nabira ko'rdilar. Alloh taolo u kishining umrlariga baraka ato etib, u kishi to'liq 1 asr va 3 yil yashadilar. Anas ibn Malik u kishi qiyomat kunida Nabiy alayhisalomning shafaatlariga qattiq umid qilar edilar. Ko'pincha u kishining so'zlari: albatta men qiyomat kunida Payg'ambar alayhisalomga yo'liqmoqlikni umid qilaman va u zotga yo'liqqanda aytamanki: ey Allohning rasuli, bu sizning xizmatkoringiz kichkinagina Anasdir. Anas roziyallohu anhu kasal bo'lib, o'lim to'shagida yotganlarda o'z ahllariga shunday dedilar: menga la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytib berib turinglar. So'ngra Anas roziyallohu anhu to o'lgunlarcha bu kalimani davomiy qaytarib turdilar. So'ngra Payg'ambar alayhisalomdan qolgan tayoqchani va ko'ylakni yonboshlarining orasiga qo'shib dafn qilishlikni o'z ahllariga vasiyat qilib ketdilar. Alloh yaxshiliklarni bergan onasiga xursandchilik bo'lsin. Darhaqiqat 10 yil to'liq Payg'ambar alayhisalomning tarbiyalarida yashadilar. Ular ko'p hadis rivoyat qilgan 3 kishining biri bo'ldi. Abu Hurayra va Abdulloh ibn Umardan keyin Anas ibn Malik. Alloh u kishining onasi G'ulaysoni ham eng yaxshi mukofotlar bilan mukofotlasin. Amin.